Yo'g'on-ichak, intestinum crossum. Yo'g'on-ichagimizda 3 ta qism tafovut qilinadi. Demak, bu cecum, ko'richak qismi va chambar-ichakni olamiz va keyingi qismi bizlarda sigmasimon ichak. Va bu yerda alohida oladigan bo'lsak, cecumdan boshlaydigan bo'lsak, ko'richak qismi, demak, ko'richak qismida chuvalchaksimon o'simta bor, appendiksit. Chuvalchaksimon o'simta pastki tomonda demak biza ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi qismi esa demak bizlarda o'sha ko'richakka ingichka ichakning yonbosh ichak qismi bog'lanadi va yonbosh ichak bilan bog'langan joyida demak cecum ko'rishim iliosecalisni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yonbosh ichak va ko'richakni oralig'ida joylashgan demak klapan bor. Klapan bor. Ona bundan keyin biroz teparoqqa o'tadigan bo'lsak, bizda chambar ichak bor. Chambar ichakni demak o'zini qismlarini ko'rib chiqamiz. Demak, paris demak ascendens ko'tariluvchi chambar ichak, paris demak transversus ko'ndalang chambar ichak va keyingisi paris descendens tushuvchi chambar ichak va keyingisi bizlarda paris sigmoideus sigmasimon ichakni ko'ramiz va sigmasimon ichak to'g'ruvchi ichak bilan rectus bilan tashqi muhitga anal teshigi orqali demak tugaydi, anal teshigi bilan tugaydi. Endi bu yerda o'ziga xosligi nimadan iborat? Yo'g'on ichagimizni rangi demak rangi jihatdan demak kulrang bo'lsa oladigan bo'lsak, ingichka ichakdan bitta qaraganda farqi demak seziladi. Undan tashqari yo'g'on ichakning uzunligi demak 1-1,5 metrgacha boradi. 1-1,5 metrgacha boradi yo'g'on ichagimizniki va lekin hajm jihatdan, ya'ni o'sha diametr jihatdan demak yo'g'on ichak ingichka ichakdan bir necha barobar yuqoriroq, uning shilliq qavati bo'yicha ham ancha farq bor. Tashqi tomondagi farqlarni agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak biza ko'rishimiz mumkin, yo'g'on ichagimizda tashqarida joylashgan muskullari 3 ta demak bizlarda tasmani hosil qilib beradi. Demak, bu bizlarda tenia libera deyiladi. Tashqi tomondan ko'rganimiz, ya'ni erkin tasma bor, tutqich tasmasi bor. Biza ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Ya'ni agar bizlar erkin tasmani ko'radigan bo'lsak, bu nima qilyapti? Erkin tasmaning uzunligi yo'g'on ichakning uzunligidan qisqaroq bo'lganligi uchun bizlar yo'g'on ichakda juda ham ko'plab demak gaustricollini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yo'g'on ichakni demak o'sha pufakchasimon demak tashqariga shishib turgan qismlarini alohida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Buni yuzaga kelishining sababi demak tashqarida joylashgan, mana bu rasmda ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Tashqarida joylashgan mana yo'g'on ichakni o'zini mana agar oladigan bo'lsak, tenia libera demak erkin demak tasmasini ko'radigan bo'lsak, buning uzunligi, tasmaning uzunligi o'sha yo'g'on ichakning uzunligidan kalta bo'lganligi sababli bu yerda yo'g'on ichakni demak yig'ilganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizlar burmalar hosil qiladi. Tashqaridan ko'rganimizda pufakchasimon hosil qiladi. Ya'ni gaustricolli deb aytiladi bular. Xuddi shu burmalar demak tashqi tomonda agar serroz qavat bo'ladigan bo'lsa, undan keyin demak muskul qavatini ko'ramiz va o'sha tunika muskulyasidan keyin yo'g'on ichakda ham tunika demak mukoza shilliq qavatini ko'ramiz va shilliq osti teri qavatini ham, shilliq osti tana qavatini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari ichki tomonda yana qo'shimcha demak yarim oysimon demak burmalar bor. Demak plexus semilunaris collini ko'ramiz va ulardan tashqari bularning oralig'ida hosil bo'layotgan, har bir oralig'ida hosil bo'layotgan demak chuqurchalarni ko'rishimiz mumkin. Bularning asosiy sababi esa 3 ta hozir aytib o'tganimiz, ya'ni tasmaning mavjudligi. Ya'ni erkin tasma bor, tenia libera, tenia amentalis demak charvini tasmasi va uchinchisi tenia demak mezokolika, ya'ni tutqichni tasmasini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari o'sha yog'simon o'simtalari bor, appenditsit demak amentalis deb aytiladi. O'sha devorda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, o'ziga xosligi shilliq qavatida varsinkalar mavjud emas, ovqatni so'rishda ishtirok etmaydi. Bor yo'g'i o'sha 0,3% miqdorda tuzlar bilan suvlarning so'rilishiga yordam berishi mumkin. Asosiy so'rilish och ichakda demak va och yonbosh ichakda bo'lyapti. Eng asosiy qismi och ichakda va o'ziga xosligini yana bu yerda ko'radigan bo'lsak, tashqi tomondan o'sha qora qoplab olgan demak o'sha serroz qavati hamma joyda bir xil qalinlikka ega bo'lmaydi. Endi bu yerda yana nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda ya'ni yo'g'on ichakni boshlang'ich qismi bor, cecumni ko'rinishini ko'rsatganimizlarda o'sha
o'sha sekumda appendis vermiformis chuvalchangsimon o'simta appenditsit vaqti o'sha xuruj qilganda aynan mana shu chuvalchangsimon o'simta olib tashlanadi kesib operatsiya yo'li bilan va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgani ikkinchi narsa demak yo'g'on ichakni ko'richak qismi ingichka ichakni demak yonbosh ichak qismi bilan bog'lanadi ya'ni bir biri bilan qo'shilgan bo'ladi chunki ichaklarda hazm bo'lmagan ovqat demak bizlarda o'sha me'dadan boshlab ingichka ichakdan keyin biz 12 barmoqli ichakdan demak och ichakdan yonbosh ichakdan esa mana shu ko'richakka o'tadi yo'g'on ichakning ko'richak qismi va o'tayotgan vaqtida e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda teshik bor ya'ni ostium iliyali yoki bo'lmasam bu yerda klapan boshqacha aytganda klapani mavjud bo'ladi ya'ni bu o'sha yonbosh ichakdan kelayotgan ovqatni faqat bir tomonlama harakatlanishiga yordam beradi ya'ni yo'g'on ichakka o'tadi va yo'g'on ichakdan demak yuqoriga qarab yo'nalishiga yordam beradi mana shu yerda yana hisobga olish kerak ichaklarimizda silliq tolali muskullarning faoliyati asosan ikki xil demak bu peristaltik harakat va mayatniksimon harakat tufayli demak ozuqa boya ko'rib chiqqanimizdek bizlarda o'sha ko'richak sohasidan ko'tariluvchi chambarchakka undan keyin esa ko'ndalang chambarchakka va xuddi shu holatda demak biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi qolgan qismlarga o'tar ekan bugungi ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzular shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat qolgan qismni keyingi darslarda o'rganamiz